Bormi bundan arzonroq sotayotgan odam? Jeep Wrangler Rubicon, okay? Rangini qarang, chiroyliligini. 2 litrli motorli emas, okay? 3.6 litrli motor, atmosferniy. 92 quysangiz ham yuraveradi. Kerak bo'lsa-chi, turgan joyida ham aylanib beradi buksayat qilib, okay? Polniy xarajatlari qilingan 23-yil, okay? 46 ming kilometr yurgan. Radnoy probegi 100% broneplyonka qilingan ekan. Niyat qildim deb yozib qo'yavering, okay? Shu kecha kunduzda bundan arzoniga Rubicon topa olmasangiz kerak. Narxini oldindan ayt deydiganlar uchun 56 ming dollarga ko'ndira oldim. 56 ming dollar, okay? Mana bularni qarang, libyotkalarigacha даже pul turadi. Amortizatorlarigacha almashtirishgan, ходовойларni usulit qilishgan. Keyin mana balonlari ham pul turadi-da, okay? Salon holatlarini qarang. Salon holatlari ham juda chiroyli holatda bo'lib turibdi. Sizga Rubicon mashinasi yoqadimi? Siz o'zi tog'larga chiqib haydab yurishga tabiatingiz to'g'ri keladimi? Kerak bo'lsa, mana realniy pulingiz bo'lsa, naqd bo'lsa, Primoy egalari nomerlarini qoldiryapman. Telefon qilasiz, kelasiz, ko'rasiz, tekshirib olasiz. Yana meni aytdi demanglar. Balkim u yoq bu yog'idan kelishtirib berishar. Bosib yuborasizmi?